Uchxonaga devor 4 ta bo'lsa ham bag'ring keng bo'lsin. Xullas, Yunusobod 19-kvartal Xonsaroy Novostroykada bir xona, ikki xona qilingan, bir 32 mi 33 kvadratga yevro remont qilib qo'yib, bo'lib qo'ygan bir ajoyib uy chiqqan. Mana men podyezddan kiruvishga mana bunaqa stroyniy mana prixojniy qilingan. Xo'sh, mana yog'imiz mana sanozillarimiz, remontlari a'lo darajada. Mana yog'imiz mana oshxona. Oshxona ham katta keng, bemalol o'tirib, yeb, ichib maza qiladigan joy. Endi qaranglar, mana bunga mana divan qo'yib berishar ekan. Chiroyli divanni qo'yishadi, mana televizorlarni ko'rib, mana bunga suvenirlarni qo'yib qo'yasizlar. Bemalol dam olish zonasi. Endi mana bu yoq spaniyani ko'rsat. Mana bu yoqni bitta xonadan ikkita xona, ikkita zonaga bo'lingan. Mana bu devorlarni ham o'lcha bir allambalo, mana arkalar. Xullas, modani oxirgisi shu yerda. Xullas, uy olsang shunaqa uy ol, maza qilib yasha. Bir xona bo'lsa ham hali aytganimdek bag'ri katta keng bo'ladi. Xo'p, narxini egalari 56.500 so'rashyapti. Kelishtirilgan joyi bor. Pastda egalar nomeri, aloqaga chiqinglar. Etaj 2-etaj, zo'r etaj, o'zi 9 etajga tamom.